Bugun dadajonimizni go'sht egalari kelibdi. Xo'p bo'ladi deb go'shtni va jigarni maydalab, ozginadan tuz, zira, periprava va chorni pereslardan solib, jazzani ham soldim. Hamma mahsulotlarni yaxshilab aralashtirib ozgina dam berdim. Dam olib bo'lgandan keyin ikkita kosachaga mahsulotlarni teng taqsimlab bittadan lavr bargi, chesnok, piyoz va krasniy peresdan ham solib, kosachalarni ustini yopib, folga bilan ham yaxshilab o'rab oldim va qizib turgan duxovkaga 1,5 soatga past olovda yubordim. Mana уже go'shtlarimiz ham tayyor bo'ldi. Sochni yumshoqqina bo'lib chiqdi. Laganchamizni esa shunday qilib kapusta bilan bezab oldim. Jarit qilgan kartoshkalarimizni solib, kartoshkalarni ustidan esa tayyor bo'lgan go'shtlarimizni ham solib oldim. Ovqatni ustini esa maydalab olgan zelenlar bilan bezatdim. Уже ovqatim tayyor bo'ldi. Endi esa tezlik bilan stolda nakrivat qilib olaman. Hamma narsalarni qo'yib, bolajonlarni chaqirib ovqatni qo'ydim. Choylarni damlab, endi esa hammamiz oilaviy o'tirib ujin qilamiz. Glavniy bolajonlarga ham, dadajonimizga ham ovqat yoqdi. Men judayam xursand bo'ldim ularga yoqqani uchun.